Yila nihoyat Minecraftga o'zbek tili qo'shildi. Bu hech qanaqa mod emas, rostdan ham hozir sizlar bilan Minecraft o'yinini o'zbek tilida o'ynab ko'ramiz. Mana dasturga kiramiz, sal pastroqqa tushamiz. Mana shu yerda o'tib ketib qoldik. O'zbekcha, qani chet degan. Boshlanishidan bilsa bo'ladi. Yolg'iz o'yin, tarmoqli o'yin, sozlamalar o'yindan chiqish. Qani yolg'iz o'yinga kiramiz. Bu yerda yangi olam yaratish. Omon qolish, keyin ijod. Hani biz ijod qilamiz, yangi olam yaratish va hudud yuklanmoqda. Birinchi inventoriga kiramiz. Qurilish bloklari. Nima? Eman g'olasi degan narsani to'g'risi endi men birinchi marta eshityapman. O'lgan qizil qumtosh. O'sha bitta hammalik ko'rsanglar bo'ladi. Mashal. Nima deylar ekan? Sehrlash stoli. Mana sigir chaqiruvchi tuxum. Tuxumlar ham o'zgarib ketganmi akalar, uni qaranglar. Men endi ko'ryapman bu narsani. Xullas deganlar, sizlar ham 1.26.2 versiyasidan boshlab qolgan versiyalarni endi o'zbek tilida ko'rasizlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, chunki Minecraft haqidagi videolar meni kanalimda bo'ladi. Bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Так что пошел